Diqqat, xonanda Jahongir Foziljonov va Ruhshona haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni ham unutmang. Mashhur o'zbek san'atkorlari Jahongir Foziljonov va Ruhshona o'zining yangi klipi va qo'shig'i premyerasini yaqin orada taqdim etishlari haqida e'lon qilishdi. Bu e'lon ularning ko'plab muxlislarini ijtimoiy tarmoqlarda xursand qildi. Bu kutilgan duet qariyb 15 yildan keyin yana takrorlandi. San'atkorlar yangi hamkorlik asarini Habibi nomida taqdim etishdi. Reliz va klipning rasmiy premyerasi bugun soat 19:00 ga belgilangan. Muxlislar relizni intiqlik bilan kutishmoqda va Habibi ularning oldingi hitlari kabi muvaffaqiyat qozonishini va bu kuzning qo'shig'iga aylanishini umid qilishmoqda. Mavzuga oid o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.